Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Saray qishlog'ida shunaqa dacha qilganmiz. Mana shunaqa tabiatga, mana shunaqa manzarali qiziqadiganlar bormi? Tok ekilgan. So'ralar qilingan, qo'lbola usulda. Va bu yerda tashlab yuborilgan balonlardan, ya'ni o'sha pakrushkalardan unumli foydalangan holda pomidor ekilgan. Va pomidorga mana rivojlanishi uchun shunaqa belbog'lar qilingan. Mana bu yerda rayhon. Xudo xolasa bu pomidorni keyingi videolarda yana holatini kuzatish uchun qo'yib boraman. Mana bu yerga bolgarskiy ko'chatlar ekilgan, bulg'or qalampiri. Mana bu yerda garimdori. Mana bu yerga bodring sepilgan. Xudo xolasa bu ham ko'rinib qoladi. Mana bu yerda ham pomidorlarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa sharoit qilingan pomidorlarga. Bu yoqda qovoq ham bor. Biz eksperiment qilmoqchimiz. Pomidorlar soni unaqa ko'p emas. Sanab chiqilsa uzog'i bilan 30 tup yo 35 tup atrofida. Mana shu 35 tup pomidordan, pomidor ko'chatidan qancha hosil olish mumkinligini eksperiment qilmoqchimiz. Hozirgi holati yomon emas. Mana shunaqa tabiat qo'ynida bog' tashkil qilganmiz. Kumushkon tog'lari bu yoq. Shunaqa sharoit tashkil qilganmiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, kuzatib boringlar. Keyingi videolarda pomidor va bolgarskiy, bulg'or qalampiri va garimdori, mana bu yerdagi bodring va qovoqqa o'zgarish, rivojlanish holatlarini ko'rsatib boramiz. Mana bu yerda qo'lbola usulda toza dehqonchasiga so'ri tashkil qilganmiz. Ko'pchilikka mana shunaqa holat ham yoqadi. Pastda kravatlarimiz bor. Kelib dam olib madaniy holda chiqaradigan joy. Bu yerda o'choq tashkil qilingan, o'choq qurilgan, ya'ni bu yerda kravat bor. Mana bu yerda o'sha mayda gilos, olcha, bizning qishloqda olbol deyiladi. Pishib yotibdi xudo xolasa. Hosil zo'r. Mana bu o'rtadagi shpanka. Shu gilosi sal kichkinarog'i, olchani sal kattarog'i. Bu olchani bilasizlar, achchiq olcha. Lekin nihoyatda zo'r kompotlarga, soklarga juda bir ajoyib ta'm beradi. Kanalimizga a'zo bo'linglar, bizani kuzatib boringlar. Bog'larimizda tashkil qilinayotgan bog'larimizdagi har bir o'zgarishlarni kuzatib boringlar. Yana boshqa joyda bog'larimiz ham bor, ularni ham har kunlik, har haftalik o'zgarishlarini imkon qadar qo'yib boramiz. Mana shunaqa latokda suv o'tgan, bu xalqqa boradigan suv. Teylarni tozalab, chiroyli qilib qo'yganmiz. Mehmon bo'linglar.